bitta bolasi o'lib qolibdi. Kichkina fermadagi yana bitta yangilik. Mana bu quyonlarimiz 6-7 oylik gabaritlarida 3-4 sm bo'rtик bo'lib, shularni hozir ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi videom foydali bo'ladi deb umid qilaman. Bugun zotli go'shtli boqiladigan quyon va o'zimizning jaydari quyonni farqini ko'rsatmoqchi edim. Vesida, ves olishida va go'sht berishida. Ya'ni qanaqa hozir ikkita quyon bor jaydari. Shuni so'yib necha kilo go'sht chiqishini ko'rsatamiz. Oldingi videolardan birida go'sht yo'nalishdagi quyonni hikoyada adashmasam so'yib ko'rsatgandik. 60% mi, 65% mi go'sht bergan edi. Ya'ni qozonga tushadigan massasi quyonni tirik vaznidan ko'ra necha foizini tashkil etadi shunga. Hozir endi shuni jaydari quyonda sinab ko'ramiz va ozgina ma'lumot o'rinda aytib o'taman. Zoti yaxshi, zotli quyonlar sal qimmatroq bo'ladi shu go'sht yo'nalishida, jaydari quyonlar arzonroq bo'ladi. Bu misol uchun bozorga chiqqaningizda 150 ga yo 100 mingga ham jaydari quyonni topsangiz bo'ladi. Go'shtga desangiz go'shtga ham beraverishadi. Lekin ularning go'shti kam bo'ladi. O'zimizning kalif xikollarni bolasi 1 oyligini endi kamdan kam odam sotadi. Sababi 1 oylik quyon yashab ketishi qiyin masala. Onasidan sazarcha boshqa muhitda yangi qo'lda. Shuning uchun 2 oylik, 40 kunlik, 45 kunlik bo'lganda sotish boshlanadi. O'zi shu sotgan odamga ham shunasi foydasi. Chunki olgan odam shuni vermaydi. Olgandan keyin uni o'ldirib qo'ysa, keyin yana sotgan odamga ag'darib qo'yaverishadi. Ya kasalni berding, nimasini berding deb. Shuning uchun kattaroq bo'lgandan keyin sotiladi. Hozir bo'lmasa men ikkita hozir 7 oylik quyonni vesini va go'shtga sotiladigan kalif misolda ko'rsatmoqchiman. 7 oylik kalifni va uje balog'atga yetgan quyonni ko'rsatmoqchiman. Mana shu kaliflar bo'lsa 6-7 oylik kaliflar. Maksimum, lekin bundan kam bular. 7 oylik ham chiqmaydi. Endi nima uchun aytib qo'yapman. Hozir mana shuni bittasini ushlab vesini tortib ko'ramiz. Mana bu yerda balog'atga yetgan quyonlar bor. Bular ham o'sha 4-5 oylik, 4-5 oylik emas, bular kattaroq. Mana bu quyonlarimiz 6-7 oylik. Agar bundan katta bo'lmasa, quyonlar meniki emas, to'qimanga berishdi. Xullas, mana bu gabaritdagi farqi, hozir vaznni ham ko'rsatim. Bu balog'atga yetganda qatdan bilamiz. Mana qarang, hozir sakrashni boshlaganda, bu balog'atga yetmagan bo'lsa sakramaydi quyon. Mana bu quyonlar joyi yangi bo'lganligi uchun uncha nima qilyapti. O'zini qafasiga tashlasak, bironta nimani, samkani mana o'sha ko'rinib turibdi. Nima qilyapti? Tayyor bo'lganda shundan bilsak bo'ladi quyonni. Hozir ana shu quyonni vesini ham ko'ramiz. Mana hozir mana bu tirik quyon 1 kilo 130. Bu 7 oylik samka 3 kilo 130 bo'lyapti. Vesini ko'ramiz. 2 kilo chiqsa kerak. 2 kilo 100 ekan, 100 nechi. 2 kilo 100 deylik. Bunisi 2 kilo ham chiqsa kerak. Endi xuddi mana shu quyondan qancha chiqadi go'sht ko'ramiz. Bittasi 2 kilo, bittasi 1 kilo 850. Shuni o'zi so'yganda qancha go'sht chiqadi? Bu kamroq go'sht chiqsa kerak. Bilmadim qancha go'sht beradi bu. O'zi xullas quyonni so'yib bo'ldik. Endi uni tortib ko'ramiz. Qancha bo'ldi? Bu 880 ko'rsatyapti. Ma'lumot uchun mana bu yerda ikkita bu katta. Mana buni
kilosi почти 1 kilo ekan. Ko'rib turganinglardek, bitta quyon protsent miqdorida hisoblaganda 46-47% qozonga tushadigan massasi bo'ldi-da. Jaydari quyonni. Endi o'zi kichik quyonni so'yganda nimalar ko'p bo'ladi, atxodi ko'p bo'ladi, lekin baribir nimasi bor. Bundan vesi bundan ortiq bo'lmaydi buni. Ortiq bo'lsa yog'i ko'p bo'ladi, lekin nimasi bo'lmaydi. O'zi quyon shundoq ham bundan u yog'iga yog' bosib ketadigan joyi bor edi. Badanida yog'lari ko'rinayotgandi. Shuning uchun bundan ortiq yog' bo'ladi. Bu bergan massasi mana shu bo'ladi. Shuning uchun go'shtga boqiladigan quyonlar uyda boqilsa ham foydasi katta bo'ladi. Sababi 7 oy kutmaysiz. Jaydari quyonni 7 oy kutganingiz bilan 6-7 oyda ular nimaga kiradi? 6-7 oyda jaydari quyonlar balog'atga yetadi. Bu quyonlar esa 5 oyda уже balog'atga yetadi. Sametlari sal oldinroq bo'ladi, 4 oy. Ayniqsa xiqol 4 oylik, 4,5 oylik sametsi katta bo'ladi. Уже ishlayotgan bo'ladi, normal ishlayotgan bo'ladi. Vesi ham normal bo'ladi. Vesi 4 kiloga yaqinlashib qolgan bo'ladi, agar oshib ketmasa. Mana bu Kaliforniyalar esa 4-5 oyda уже 3 kilodan oshadi. Samkasini o'zi 3,5 kiloga, 4 kiloga yaqinlashib qoladi. Samesini o'zi 4 kilo bo'lmasa, lekin 3,5 kilodan oshadi. Shuning uchun buni uyda boqqanni nimasi bor, pilusi ko'p bo'ladi. Jaydari quyonlar bu xiqolni bilmadim. Xiqol noziklik tomonini bilaman. Olib boqqanda sal yara bo'lib qolsa badani sразу yiringlab ketadi. Shunaqa holatlar ko'p bo'ldi menda. Shuning uchun 1 yildan beri hali 6 ta 7 ta xiqol bor. Mana bular esa joni ancha qattiqroq, ko'z tegmasin. Xudoga shukr, biron marta hali bularning nimasi bo'lmadi. Biron joyi yiringlab, biron joyi yaralab, kasallik, unaqa narsalar kam kuzatildi, o'ta kam. Qornish nima qilmagan bo'lsa, qolganini bilmadim. Menimcha bekor Kaliforniyani legenda deb atashmasa kerak go'sht yo'nalishida. Endi Burgun bor, yana Poltava bor. Ularni men boqmaganman. Ular haqida bilmayman, ma'lumotim yo'q ular haqida. Ma'lumot foydali bo'ldi degan umiddaman. Izohlarda o'z fikringizni qoldirsanglar, maslahatingizni bersanglar, o'ta xursand bo'lardim. Kichkina fermadagi yana bitta yangilik. Bitta quyoncha o'lib qoldi. Mana shu quyonni bitta bolasi o'lib qoldi. Taxminim bo'yicha onasini emayotgan paytda yopishib qolib tashqariga chiqib qolganda. Mana shu yerlarda o'lib qolgan ekan. Bu minus tomoni. Shuni ham aytib o'tay dedim. Xato bu yerda shuni oldini olish maqsadida bortik qo'yilgandi. Mana ko'ryapsizlar, bu 3-4 sm bortik bor. Lekin baribir endi u yog'i peshona sal balandroq qilish kerak edi menimcha. Shuni ham hisobga olish kerak kataga yasayotgan paytda. Ma'lumot foydali bo'ldi deb umid qilaman. Charchamaysizlar.